Barchaga assalomu alaykum YouTube ahli. Albatta sizlarni ham unutib qo'ymaymiz. Instagram, TikTokga olingan videolar orqasidan sirasiz YouTube'ga ham ya'ni video olamiz. Sizlarga ham ma'lumot berishimiz kerak bo'ladi sababi. Xo'p, bugun bizda mana ikkita texnika bor. Yana darrov Qirg'izistonga Bishkekka chiqib ketyapti. 3 kun oldin kelib ham 5 ta texnika chiqarib ketgandik. Bugungilarni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, bizda 145 talik Hyundai texnikamiz 9200 soat ishlagan. 2017-yil holati, ko'rinishi juda ham a'lo darajada. Mana ichki salon qismlarini ko'rsating. Soati 9200 soat ishlagan. Juda ham zo'r, ya'ni yaxshi haligi qarab minilgan holati yaxshi. Taglarini yog' oqadigan joylari yoki kardanlari, butun balonini juda yangi deyolmayman, lekin 60-70% holatda bemalol olib ishga sovorsa bo'laveradi buni, keyinchalik sekin ishlatib oladi. Radiatorlarni ham ko'rdim, toza ekan, bir ko'rsating-da. Yaxshi, xudo xolasa. Komplektida ikkita kovushi bor ekan. Bitta kichkina, bitta katta kovushi va 360 bor. Shuningdek, qisqichi doim bular komplekt bo'ladi. Ya'ni talabga qarab bu narsani qo'shib beriladi. Kimdir mana ikkita kovush so'raydi, kimdir 3 ta kovush so'raydi, kimdir yana qo'shimcha nimalarni so'rasa, uni ham albatta qo'shib beriladi. Keyingi texnikamiz ham 145 talik 8600 soat ishlagan. 8600 soat ishlagan 2018-yil texnika. Buni ham mana salonda o'zi aytib turibdi, qanaqaligini, texnikani, ya'ni qanaqa qarab egasi, karslar biladi. Doim biz aytamizki, karslar texnikani yaxshi minadi, qarab minadi deb aytamiz. Sababi rostdan ham shunday. Buni ham balonlari eski ekan. Endi borib xudo xolasa buni almashtiradi. Yana lekin bir muddat yana ishlatsa bo'ladi. Bu asosiy muammo emas. Asosiy muammo bilasizlar o'sha kardanida bo'lishi mumkin. Yog' oqib ketadigan qismlarida yoki strelasida, misol svarka ketgan joylari, lekin bular hammasi toza, hammasi o'sha mijozga yoqqandan keyin yuborilyapti. Buni komplektida ikkita kovushi, bunda ham ikkita kovush. Bitta yangi, bitta kichkina, lekin 360 yo'q, qisqichi bor. Xo'p, ikkita texnikani biz Arti Holdings kompaniya, bizning logistik kompaniyamiz ham bor. Bilasizlar, juda ko'pchilik narxini ayt deb yozyapti, bilmadim. Videoda aytib o'tib ketyapmiz, doim aytib o'tib ketyapmiz, yana aytamiz, aytishdan charchamaymiz. Bizning logistik kompaniyamiz ham bor. Biz o'zimiz ham texnika ham sotamiz. O'zimizning texnikalarimizni narxlarini aytamiz. Lekin mana bugunga o'xshab bizning logistikamizdan foydalanayotgan insonlarning texnikalari narxini biz ulardan so'ramaymiz, bilmaymiz ya'ni. Biz chunki Janubiy Koreyadan Qirg'izistonga bo'ladimi, O'zbekistonga bo'ladimi, Qozog'istonga bo'ladimi, texnika bo'ladimi, mashina, avtomobil bo'ladimi, har qanday shunaqa yuklarni, og'ir texnikalarni, avtomobillarni yetkazib berish ham yo'lga qo'yganmiz. Ya'ni logistikasini amalga oshiramiz. Shuning uchun bizga ko'pchilik chiqadi, mana bunaqa texnikalarni shunaqa yuborib beringlar deb. Bular narxini bilmaymiz, to'g'risi. Shuning uchun xafa bo'lmaysizlar. Lekin o'zimizning texnikalarimiz albatta narx-navolarni aytib o'tib ketamiz. Shuning uchun sizlar bizga xohlasanglar, texnika kerak bo'lsa, murojaat qilinglar, texnika topib olib beramiz. Xohlasanglar, texnikalar bo'lsa, bunaqa mana logistikasini yetkazib beramiz. O'zbekistonga 15 kun, 25 kun orasida yetib boryapti. 20 kun plus minus atrofida yetib boryapti. Qirg'izistonga undan ham tez yetib boradi. Sababi O'zbekistonga ketayotgan texnika Janubiy Koreyadan Xitoy orqali Qirg'iziston, O'zbekiston kirib boradi. Bu yoqda mana Qirg'izistonga Xitoydan o'tsa bo'ldi. Xitoyga bir kunda yetib boradi texnika. Hammasi ishonchli, sifatli, texnika butun holatda boradi. Nima deydi? Bo'linmaydi. Xudo xolasa, sizning ko'nglingizdagidek bo'lib boradi. Orqadagi ikkita texnika ham aynan o'sha Qirg'izistonning Bishkek shahriga. Mana shu 4 ta texnika xudo xolasa bugun Qirg'izistonning Bishkek shahriga yo'lga chiqib ketadi, kemaga yuklanadi birozdan keyin. Arti Holdings kompaniyasi, Arti HS logistik kompaniyasi Janubiy Koreyada har qanday ishingizni bitkazib berishga harakat qiladi. Shuning uchun bemalol bizning doimiy telefon raqamlarimizga bog'lansangiz bo'ladi.